Diqqat! Bu videoda Supermanning muxlislari qattiq xafa bo'lib qolishlari mumkin. Agar siz Supermanning muxlisi bo'lsangiz, bu videoni ko'rmasligingiz kerak. Oldingi videoda Thor haqida gaplashgandik va ko'pchilik buni heyt deb qabul qilgandi. Va meni ko'pchilik Supermanning muxlisi deb o'ylashibdi va mendan Superman haqida ham aynan shunday video qilishimni so'rashibdi. Shuning uchun bugun Supermanning ham xatolarini va kamchiliklarini topishga harakat qilamiz. Bu video heyt emas, balki shunchaki tahlil videosi bo'ladi. Chunki har qanday kuchli qahramonning ham albatta zaif tomonlari bo'ladi. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib, qo'lingizga ochishga toshlarni yig'ib oling. Biz esa boshladik. Keling, dastlab Superman haqida qisqacha bilib olsak. Supermanning asl ismi Kal-El bo'lib, u yerlik emas, balki Krypton sayyorasidan kelgan. Krypton halokatga uchrashidan oldin uning ota-onasi Jor-El va Lara Vorvan chaqaloq Kal-Elni kapsulada yerga yuboradi. Kal-El yerga tushadi va uni oddiy fermer oilasi topib oladi. Ularning ismi Jonathan Kent va Marta Kentlar edi va unga yangi ism berishadi, ya'ni Clark Kent. Clark oddiy insonlar orasida o'sadi, lekin asta-sekin o'zining g'ayritabiiy kuchlarini seza boshlaydi. Unda super kuch, super tezlik, uchish, muzli nafas, issiq ko'z kabi qobiliyatlari bor edi. Supermanning kuchi yer quyoshidan keladi. Krypton quyoshi boshqa bo'lgani uchun yerning sariq quyoshi Supermanga boshqacha ta'sir qiladi. Clark ko'p yillar o'zini kimligini yashirib yashaydi. Keyin u haqiqatni bilib oladi va boshqa sayyoradan ekanligi aniq bo'ladi. Oxiri u insonlarni himoya qilishga qaror qiladi. Shu yerda u haqiqiy Supermanga aylanadi. Supermanning birinchi xatosi o'z filmida General Zod bilan bo'lgan jangda bo'ladi. Bu jangda shaharning ko'p qismi vayron bo'ladi. Odamlarning ko'pi halok bo'ladi. Shu sabab Batman ham Supermanni yomon ko'rib qoladi. Superman General Zodni chetroqqa shahar chekkasiga olib ketishi mumkin edi. Shunda talafot ancha kam bo'lgan bo'lardi. Lekin Superman oxir-oqibat General Zodni mag'lub etadi, lekin shaharga katta talafot etadi. Bundan tashqari Superman ishtirok etgan filmda yana bir xatolik bor. Masalan, Superman oddiy odam, ya'ni Clark bo'lib yurgan paytida ko'z o'ynakda yuradi. Supermanga aylangan paytida esa ko'z o'ynakni yechadi va kostyumini kiyib oladi. Endi uni hamma Superman deb o'ylaydi. Ha, faqat ko'z o'ynak almashadi. Qolgan ko'rinish esa afsuski bir xil bo'ladi. Bular barchasi komiksda yozilgan va bunday holat filmlarga ham ko'chirilmoqda. Superman haqida faqat filmlar emas, balki seriallar ham bor. Ammo serialda Superman asosan oilasi bilan bo'ladi. Katta syujet oilasi haqida bo'lgani uchun unda faqat oilaviy xatolarni ko'rishimiz mumkin. Yangi chiqqan Superman filmi haqida esa bir nima deyish qiyin. Bu filmda Supermanda ham xatolar yetarlicha bor, ammo bu ancha kichik xatolar ekanligi sabab hayotga katta ta'siri yo'q. Umuman olganda Supermanning kamchiliklari juda ko'p. Uni Batman kriptonit toshi bilan deyarli yenga olgan. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, Superman o'sha filmda Batmanni o'ldirish niyati bo'lmagan. Shunchaki undan qattiq jahli chiqqandi. Bundan tashqari Superman ishonuvchan bo'lib, qattiq jahli chiqsa o'zini boshqarishi juda qiyin bo'ladi. Hattoki Adolat ligasi 2 filmi chiqqanida o'sha filmda Darkseidga Superman bo'ysunib butun jamoadoshlarini qirib tashlashi ham mumkin edi. Lekin Superman shunga yarasha yaxshi ishlar ham qilgan. Superman filmda xuddi Tony Starkdek o'z jonini katta xavfga qo'yadi. Atom bombasi Doomsdayga urilganda Superman uni ushlab turgandi. Agar quyosh nuri bo'lmaganda Superman halok bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Keyinchalik Doomsday o'lmagach, Superman Batman yasagan qurol yordamida Doomsdayga nayza sanchadi va uni o'ldiradi. Ammo o'zi ham halok bo'ladi. Ha, Superman quyosh nuri yordamida ancha kuchayadi va u bilan bu quyoshga qaramdek tuyuladi. Ammo filmda Superman DC olamining eng asosiy markaziy qahramoni bo'lgani uchun odatda komiksda ham, filmlarda ham Superman kamroq xato qiladi va eng kuchli qahramon qilib ko'rsatiladi. Umuman olganda hamma xato qiladi, ammo Thor va Supermanning katta farqi bor. DC olamida Adolat ligasi aynan Supermanga qurilgan va jamoaning yuragi bu Superman hisoblanadi va qisman Batman ham bunga qo'shiladi. Qasaskorlarda esa jamoa ancha katta va jamoaning asosiy qahramonlari Steve va Tony Stark hisoblanadi. Thorning roli esa ko'proq DC olamidagi Aquaman va Mo'jiza ayolga o'xshaydi. Umuman olganda barchasi komiks yozuvchilarini va rejissyorlarning ishlari hisoblanadi. Ular nima deb qaror chiqarsa, shu narsa sodir bo'ladi. Oldinda bizni katta filmlar kutib turibdi. Supermanning yangi filmlari va Thorning qasaskorlar 5 va 6 filmlarda katta roli turibdi.
Ko'pchilik meni Thor haqida aytgan haqiqatlarimdan keyin yaxshi ko'rib qolishibdi va oldingi videomda men haqimda va videom haqida juda yaxshi so'zlarni yozishibdi. Men buni ko'rib juda xursand bo'ldim. Axir videom rekord darajada kommentariy to'pladi. Xavotir olmang, Thor juda kuchli qahramon. U aslida qasasxo'rlarning eng aqlli va eng kuchli a'zosi hisoblanadi. Unda axir hamma ko'tara oladigan Mjolnir. Doktor Doom bitta barmoqda to'xtatib qoladigan Stormbreaker va har doim Thor mag'lub bo'layotganda yordamga keladigan do'stlari bor. Shuning uchun xafa bo'lmang. Oldingi videomda men hazillashgandim. Xulosa qiladigan bo'lsak, Superman ham mukammal qahramon emas. Thor ham Superman ham har xil uslubdagi qahramonlar hisoblanishadi. Bu videoda hech bir qahramonni yomonlash uchun emas, balki ularni real ko'rsatish uchun tahlil qildik. Sizchi nima deb o'ylaysiz? Qaysi qahramonning insonlarga ko'proq foydasi tegdi? Albatta bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishgunchaysizlar. Not impressed.